Qabat Iski Qulatqi rayoni Baxtiyev avulunda yashab keluvchi Zaynikovlar oilasida matur tantana. Bu yo'li o'zining oltin yubileyin oila uşağın saqlovchi muloyim xotin-qiz Liliya Yusupovna qarshilay. Unutulmaslik g'imir bayrami bilan shin ko'ngildan ona turmush iptashi Firg'at Idiatolovich, qizlari Go'zaliya, turmush iptashi Ilnar, Oygul, turmush iptashi Rashid, Adelina, aniqlari Dinar ham Ellariya, qonigashlar Otradnedan Qadriya oilasi bilan, Ulyandan Rumiya Jiznasi Rafik bilan, Baxtiyevdan Nuriya oilasi bilan qutlab, jili tilaklarini yetkiralar. Suyukli xotinim menim ko'klardan uli baxit etib berilgan shodlig'im, sevinishim, yuvanishim ham g'imirim bezagida. O'z ovulim qizini uchratib, g'imirlikka g'oshiq bo'lib, mangilikka birga bo'lirga va'dalar berib 1993-yilni matur g'aylabisni qirdim. Suyuklim bek tezara xotin vazifasining hikmatini anglab, menim uchun ishonchli yor bo'ldi. Oltinim maktabni tamomlab, Sızrın shaharining pedagogiya kulliyatida hunariy bilim ola. O'zining xizmat yo'lida ul bolalar bog'chasida boshlab jiberdi. G'imiri bo'yi ati-anilar, bolalar ham xizmatdoshlari tomonidan da bora ig'tibor ham ehtirom qozonib qina ishladi. Uyda da ul barinda bo'ldirdi. Osh suv deysingmi, uyni puxtalikda tutu deysingmi, borida halimdan keldi. Bir ortli tug'an matur qizlarimizga da ul shin ani bo'la oldi. Bugungi kunda qizlarimiz qushlar simon o'sib jetib taralisha boshladilar. Yanashabizda bori tipshiq qizimiz Adelina bizgina endi qoldi. Amina ikki ulkan qizimiz farmatsevtika kulliyatini tamomlab, bugungi kunda Moskvada xizmat qo'yib, o'z oilalari bilan yashaylar. Qadrlim bilan biz endi abi babay bo'lib baxtida totadiq. O'zimizdan yiroqda turgan bola aniqlarimizni har yil sayin sog'inib qo'noqqa kutib olamiz. Totlim menim oshxon ishimda da birinchi yordamchim. Hali o'zi da pochta bo'ligi mudiri bo'lib ishlasa da, baribir menga da, bar tug'an tomoshalarga da vaqtini topam. Qadrlim, g'imiri bo'yi bir-birimizni anglab, yaratib ham hurmat etib yashashimizga men bek shod. Hozir endi ortimizga burilib qarasak, unda bek matur kunlar qolgan. 31 yil vaqt o'zgan. Baxtimiz bo'lib aziz aniqlarning abi babay deb dashib o'tira. Oldida bizga sening bilan ularning har bir qozonishlaridan shodlanib, qayg'u hasrat ko'rmisha yasharga, tegizlikda, muhabbatdagina turarga nasiblar qilsin. Ali kishagina kibik edi, yigit ham qiz bo'lib yurganlar. 31 yil elek turmush boshlab, o'rtaq uyabizni o'rganlar. Aligina ish bolabizning nani, matur, yiloq shoqlari, g'imirlarning tirlikini bo'la, qora vaqtlari, oqlari. Talabshansin, lekin keng ko'ngilli, kishilarga yordam etasin. Kerak shaqta tug'anlaringga da bek tezgina borib jetasin. Elishima degan kunishimsin. Sen bo'lganga men bek rahmatli. Bir-biringga terak bo'lib, oshiqmisha ketib ola bilik rahatni. Endi bizda bizning so'zini davom etib qutlovlarni yo'llayk. Liliyamiz shekilli kishilar da bek ozdir. Aning qopqa tibindan o'qunganligi ko'rina. Eyi, yurti, bog'chasi da gulshashga ishinde. Qaytgan sayin u bizni o'z opalari simon bek jilitib yurtda qarshi ola. Saytula mul tavini, keng ko'ngili, ochiq yuzi, jili so'zlari, oltinday kengashlari, bular barisi da onardan ixlos ko'ngildan kela. Ketganda da u bizga xayrli yo'llar tilab tug'anday uzata. Biz uni bek yaratamiz, hurmat etamiz. Bor qilgan yaxshiliklari uchun rahmat o'qib, Alloh taoladan anga tek sog'lik so'raymiz. Ko'ngli har shak ko'tarinki bo'lsin. Bola aniqlari uni tek shodlantirib tursinlar. Bizga da do'stona bo'lib, tug'anlarday oralashib yasharga nasiblar qilsin. Bugun yaqin kishimizni g'imir bayrami o'ta. Shunday matur mezgillar bori bizga da jeta. Yaqinlaringga yordamga sen har vaqtda hazır. Andilarni yer yuzida ko'p tobolmisan hozir. Liliyamiz, oltinimiz qutlu bo'lsin bayramin. Qabul et ixlos ko'ngildan shosha she'r baylamin. Qayg'u hasrat egizni endi birda bilmasin. G'aybatchilar ham kunshilar sizning yonda yurmasin. Bolalar hurmatini to'yib, aniqlarni yaratib, yasharga yozsin dunyoga baxt shodlik taratib. Hurmatli Liliya Yusupovna, matur yubileyingiz muborak bo'lsin. Aldagi muzikal bo'lakni da qabul etib oling'iz. Baxtli bo'ling'iz.
Якын дусларың, я вакытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә, бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул